Do'stim, niyat qilaman, yoqsa kanalga obuna bo'lasiz. Kelishdikmi? Bismillah. Sizning zurriyotingizdan Baytullohning imomlari chiqsin. Yoki amin deb turing. Chunki bu yer duolar ijobat bo'ladigan joylarda. Biz Makkadamiz, biz Arofatdamiz. Biz rahmat tog'ini shundoqina tagida turibmiz. Duolar ijobat bo'ladigan joylarda turibmiz. Ana shu videoni ko'rayotgan jamiki inson bugunda o'zida tushida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rsin. Mana shu videoni ko'rayotgan ko'zlari jannatda Allohning jamolini ko'rsin. Zurriyotidan Baytullohni, Madina Munavvarani imomlari chiqsin. Jumladan sizning zurriyotingizdan ham to qiyomat kunigacha la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh kalimasini aytib o'tadigan insonlardan, zurriyotlardan ato qilsin. To qiyomat kunigacha zurriyotlarimizdan shunday insonlarni chiqarsin. Qarang aka, kamchiliklar bo'lmayaptimi? Yo'q, inshaalloh hammasi yaxshi. Qayerdan keldingiz? Moskvadan keldik. Kim orqali keldingiz? Shu sizni firma nimasi? Shu bizni firma orqali, o'zim orqali keldik. Biz premo siz bilan gaplashib keldik. Kamchiliklar yo'qmi? Yo'q, inshaalloh Ochiq, hammasi oydin gapiring, yaxshi, chunki hammasi. 21-iyunda xuddi shunaqa sizlarga ko'rsatayotgan xizmatimizni premium kачестводagi standart paketdagi joylar e'lon qilingan 100 kishilik joylar. Inshaalloh. Joylar juda tez to'lib qoldi, maşallah. Yanvar oyidagi ham. Chunki aytgan vaqtida inshaalloh keldik. Reys ham zadeshka bo'lmadi. Zadeshka bo'lgani yo'q. O'z vaqtida keldik inshaalloh. Sababi bu yerda o'zbek zabon elik boshi yo'q. E'tibor bergan bo'lsanglar, juda ko'p tojikistonlik, Allohlardan rozi bo'lsin, elik boshlarimiz, tojikistonlik insonlar ko'p keladigan, o'zbek zabon lekin kam keladigan. Agarda siz ham Allohning baytiga kelmoqchi bo'lsangiz, ko'rsatilayotgan nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Telegram kanalimizga obuna bo'lib qolsanglar, umrachilarimizni to'liq holatda ziyoratlarini tomosha qilib borsanglar bo'ladi. Ishonarli ekan. Ochig'ini aytganki, o'chirdim aka. Yo'q, hammaga Xudo nasib qilsin. Gazetsalar yaqinmikan? Ha, yaxshi. Men o'zi bir marta nimada bordim-da, avtobusda qolgan shu paytgacha to'lka peshkom duraman kelaman. Uzoq emas. Peshkom qancha qadam ko'p bo'lsa shuncha savob yozilar ekanda, inshaalloh. Chunki biz faqat yoshlar faqat iloj bo'lsa peshkom borib kelsin. Uzoq yaqin bo'lishidan nima. Ketamiz endi aka. Sog' bo'lasizlar.